Bugungi kunda dunyo taraqqiyotining yangi bosqichi bu yashil energiya va yashil iqtisodiyotga o'tish davri sifatida e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda Jizzaxda nafaqat yashil energiya manbalarini keng joriy etish, balki mavjud tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, joriy yilda viloyatda tabiiy gaz iste'moli 794,7 million kub metr etib prognoz qilingan. Shu bilan birga ishlab chiqilgan aniq chora-tadbirlar asosida 37 million kub metr, ya'ni umumiy prognozga nisbatan 4,7% tabiiy gazni iqtisod qilish reja qilingan. Natijada iqtisoddan keyingi iste'mol hajmi 757,6 million kub metrni tashkil etishi kutilmoqda. Jumladan Hudud gaz Jizzax gaz ta'minoti filiali tasarrufidagi 479 ta gaz taqsimlash shoxobchasini bosqichma-bosqich demontaj qilish hamda aholi xonadonlarini 2 bosqichli gaz ta'minot tizimiga o'tkazish orqali 19 mingdan ortiq zamonaviy gaz bosimini rostlovchi regulyatorlar o'rnatilishi reja qilinmoqda. Bu orqali yiliga 1,7 million kub metr tabiiy gazni tejash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, 31 kilometrdan ortiq gaz quvurlarini ta'mirlash va profilaktik tadbirlar o'tkazish hisobiga yana 1,6 million kub metr gaz iqtisod qilinadi. 34 ta gaz taqsimlash shoxobchasini mukammal ta'mirlash esa qo'shimcha ravishda 244 ming kub metr tejamkorlik beradi. Aholi, ijtimoiy soha va tadbirkorlik subyektlarida energiya samaradorligini oshirish ham muhim yo'nalishlardan biri. Xususan, 15 mingdan ortiq nostandart gaz yondirgichlarni zamonaviy uskunalarga almashtirish orqali 11,4 million kub metr, davlat tashkilotlarida esa 659 ming kub metr gaz iqtisod qilinadi. Kichik va o'rta biznes subyektlarida ham bu boradagi ishlar davom ettirilib, 346 ming kub metr gaz tejalishi kutilmoqda. Bundan tashqari, ijtimoiy soha obyektlarida isitish qozonlari va tarmoqlarini modernizatsiya qilish natijasida yana 335 ming kub metr gaz iqtisod qilinadi. Energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonlari bilan bir qatorda sohani raqamlashtirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Hudud gaz Jizzax gaz ta'minoti filialida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan Argis HGT onlayn boshqaruv tizimi joriy etilgani bu bordagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Ushbu tizim orqali gaz ta'minoti sohasida nazorat, tahlil va boshqaruv jarayonlari mutlaqo yangi bosqichga olib chiqilmoqda. Mazkur loyiha doirasida filial tasarrufidagi shahar va tuman gaz ta'minoti bo'limlarida faoliyat yuritayotgan 90 nafar xodimga individual login va parollar, ya'ni QR kodlar biriktirildi. Bu esa har bir xodimning kundalik faoliyatini aniq va shaffof tarzda nazorat qilish, bajarilayotgan ishlarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini bermoqda. Barcha yo'nalishda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham barcha tizim yo'nalishlari elektron tizimga o'tkazilmoqda. Shu bilan birga Hudud gaz ta'minot filial tasarrufidagi gaz ta'minot obyektlaridan samarali foydalanish bo'limlaridagi faoliyat yuritayotgan 90 ta hududchilanganlarimiz ham hozirda to'liq elektron shakldagi Argis dasturi asosida, demak, ish jarayonlarida foydalanishga jalb etilgan. Va ushbu Argis dasturi bizga nima beradi? Bu dasturimiz, demak, jamiyatimizni oldiga qo'ygan ustuvor vazifalardan biri iste'molchilarning tabiiy gaz bilan xavfsiz va maronli ta'minlashdan iborat. Bunda gaz xo'jaligidagi gaz tarmoqlari va undagi qurilmalar, gaz taqsimlash punktlarini to'liq nazorat hududidan o'tkazish belgilangan. Ushbu elektron tizim orqali barcha tizimdagi gaz xo'jaligidagi tarmoqlarimizni va undagi qurilmalarni belgilangan muddatlarda va sifatli amalga oshirishni to'liq nazorati degani. Bunda xodimlarimiz o'sha hududda o'zlariga biriktirilgan hududdagi gaz tarmoqlarini belgilangan tartibda nazorat qilishlari, ko'rikdan o'tkazishlari va tegishli tartibda texnik xizmat ko'rsatishlarini aynan qaysi vaqtda amalga oshirishganligiga to'liq nazorat qilish imkoniyatini beradi. Birinchi bosqichda turibmiz. Bu bosqichimizda asosan hududdagi gaz tarmoqlarimiz uzunligi hamda gaz taqsimlash punktlarimiz sonidan kelib chiqqan holda, demak, ko'rik muddatlari belgilangan. Ushbu ko'rik muddatlarimizni nazorat qilish mana ayni hozirda joriy yilning 1-aprel sanasidan to'liq ushbu tizimda o'tdik va tizim asosida belgilangan 13 kilometr uzunlikdagi tarmoqlarimiz va ko'pgina hududlarni 2 bosqichli tizimga o'tkazilgani sababli gaz taqsimlash punktlarimiz demontaj qilishga erishilgan va qo'shimcha takliflar berib borilmoqda. Ya'ni o'sha nazorat tadbirlarini o'tkazish davrida hududlardagi qo'shimcha qurilmalarimiz, ya'ni zulfinlarimiz, jumraklarimiz, yer osti gaz ta'minlashlarimizni ham ko'rik jarayonlari amalga oshirilishi hamda gaz ta'minoti yoki gazlashtirish yuzasidan kelib tushgan murojaatlar ham ayni ish muddatlarida o'rganib chiqilgan holatlarda ushbu demak ish qo'llanmalarini ham tizimga kiritgan holda, demak, ko'rsatkichlarni oshirib, demak, ish samaradorligini to'liq ko'rsatib borishga harakat qilib borishmoqda. Tizim joriy etilishi bilanoq bir qator muhim imkoniyatlar yaratildi. Jumladan, gaz tarmoqlariga xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning faoliyatini kunlik va hatto soatlik kesimda kuzatish
maxsus texnika va uskunalar, mobil laboratoriyalar, diagnostika vositalarining harakatini nazorat qilish yo'lga qo'yildi. Eng muhimi, gaz taqsimlash punktlari va quvurlar holatini xarita orqali real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa nafaqat ish samaradorligini oshirish, balki avariyaviy holatlarning oldini olish, resurslardan oqilona foydalanish va tabiiy gazni hisob qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, bunday raqamli yechimlar yashil energiya va tejamkorlik siyosati bilan uyg'un holda amalga oshirilayotgani bilan ahamiyatli. Zero raqamlashtirish orqali yo'qotishlar kamayadi, nazorat kuchayadi va bu o'z navbatida barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Xulosa o'rnida aytish joizki, yashil energiya bu kelajak emas, balki bugunning zarurati. Har birimiz energiyadan oqilona foydalanish orqali nafaqat tabiatni asraymiz, balki farovon kelajak sari muhim qadam qo'ygan bo'lamiz. O'zbekiston 2030-yilga qadar yashil energiyaga, yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha ilg'or mamlakatlardan biriga o'tishni reja qilgan. Bugun albatta 2026-yildanoq tashlanayotgan dadil va mustahkam qadamlar mamlakatning iqtisodiyoti barqarorlashuviga va aholining farovonligiga erishish imkoniyati beradi degani. Chunki uzluksiz va mustahkam energiya ta'minoti bu oilaviy xotirjamlik, mamlakatning esa iqtisodiy barqaror o'sishi degani.